Assalomu alaykum parranda ishqibozlari. Bugun 4-yanvar, hafta kuniga yakshanba. 2026-yil. Biz Andijon viloyati Baliqchi parranda bozoridan video qilamiz. Video yoqsa like bosib turing, obuna bo'lishni unutmanglar. Bo'lsa videolarni boshladik. Shamu xo'rozimiz 1 million so'm azgina kam bor ekan. Mayda chiqqan jo'ja ekan. Mayski xo'roz. 1 million so'm kami bor. Nomerni aytingchi? 94lik 086 69 ga telefon qilaverasizlar. Bu xo'rozlarimiz 500 ming so'mdan kami bor ekan azginada. Jo'ja xo'rozlar ekan kelasi. Bu xo'rozimiz karsiga turkcha chishgan xo'roz ekan. Narxi 600 ming so'm. Azgina o'tib berishar ekan. Jo'ja xo'roz mayda chiqqan ekan. Mayski jo'ja ekan. Bu xo'rozimiz kars zotli ekan. 1,5 million so'm kami bor ekan. Xo'rozimiz tulak xo'roz ekan. Tez bu. Sonra. Olaylaydi. Tez bu. O'ta tez. Bu xo'rozimiz 800 ming so'm kami bor ekan azini. Tulak bu. Xo'rozimiz tulak xo'roz ekan. To'g'ri, boshliq monchada. 800 ming so'm kami bor. 94lik aytdim. 070 79 83 ga telefon qilaverasizlar. Bu xo'rozlarimiz 800 ming so'mdan azinadan kam bor ekan. Ashak xo'rozlar. Bularimiz 150 ming so'mdan kami bor ekan. Jo'ja xo'rozlarimiz 100 ming so'mdan kam bor ekan. Bu xo'rozlarimizda 150 ming so'mdan azginadan kam bor deyishyapti. Azgina kamaytirib berishaverar ekan. Ashak xo'rozlar, jo'ja xo'rozlar emas. Yangi qichqirgan xo'rozlarimiz. Dakan jo'jalarimiz 150 ming so'mdan, kattalari 250 ming so'mdan kam bor ekan. Yozda chiqqan jo'jalar ekan. Makiyan xo'roz oralash. Bu jo'ja xo'rozlarimiz 130 ming so'mdan deyishyapti. Azina kamaytirib berishaverar ekan. Yangi qichqirgan jo'ja xo'rozlar hammasi 130 ming so'mdan. Bu makellarimiz 120 ming so'mdan ekan, kattalari, kichkinalari 60 ming so'mdan ekan, jo'jalari. Jersi xo'rozlarimiz 200 ming so'mdan kam bor ekan. Ikkalasi ham jo'ja xo'roz ekan. Chaqirmagana hali. Chaqiryaptimi? Chaqiryapti ekan jo'ja xo'rozlarimiz. Chaqirishni boshladi. Bu jersi xo'rozimiz 300 ming so'm azgina kam bor ekan. Tulak xo'roz ekan. Makellarimiz 100 ming so'mdan ekan. Ashak makel. Qachon kiradi? Yaqinda tuxumga kirar ekan. Makel.
Bu indigimiz 800 ming so'm ozgina kam bor ekan. Necha kilo chiqadi bu? 10 kilo. 10 kilo yesi bor ekan. Ulardan olasiz. Bunlar qanchada? Makellarimiz makellar 400 ming so'mdan kami bor ekan. Kam bor? Kam bor. 426 97lik 426 0089. 0089 ga telefon qilaverasizlar. Kimda indik bundaqa hashak tovuqlar kerak bo'lsa, Nimaga ekan? hammasini topib berishaverasizlar. Mana xo'rozlarimiz 150 ming so'mdan kam bor ekan. Chaqiryaptimi bular? Yangi chaqirgan xo'rozlar. Telefon nomeri aytaverasizmi? 94lik 94lik 284 384 81 81 82. 82 ga telefon qilaverasizlar. Kimga xo'roz kerak bo'lsa, parranda kerak bo'lsa. O'rdagimiz 250 ming so'm kam bor ekan. Nech pul ekan Erkak bu? o'rdagimiz. 250. Bu rasmga ol. Bu hashak xo'rozlarimiz 120 ming so'mdan kam bor ekan. Chaqiryaptimi bular? Yangi chaqirgan xo'rozlar. Indiklarimiz 400 ming so'mdan kami bor ekan. Toshkent paroda indiklar. G'ozlarimiz 600 ming so'm kam bor ekan. Jupi bitta xo'roz, bitta makin ekan. Xumga yaqin ekan bu ismi. Undahlarchi?